Alaykum ey mehribon Rabbimning mu'min va mu'mina bandalari. Mana bugun juda ham chiroyli, juda ham ulug' kunimiz. Farzandlarimizni bitirish kechalari. Allohimga shukrlar bo'lsin. Yaratgan Rabbimga shukrlar bo'lsin. Shu kunlarga yetkazgan, mehnatlarimiz rohatini ko'rsatgan Allohimizga shukrlar bo'lsin. Allah büyük, ko'rguvchi, bilguvchi. Ajrasmi? Yaxshimi? Anas. Mana meni bolajonim. O tepasiga o'tirib turasizlar. O qizlar bor. Bugun go'zal. Yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Yaxshimisizlar? Ana hamma farzandlarini chiroyli kuniga yillar oshgan mehnatlarini ro'yobiga yig'ilgan. Alloh buyuk, Alloh qodir. Hammaga shunday kunlarni, go'zal, ajoyib kunlarni Allohimga shukrlar qilib sizlarga ham tilayman. Jannat bor, farzand bor, jannat bor. Alloh bor, Tangrim bor, ko'rguvchim, mehribonim bor. Qodir Allohim shuncha yillik samaramni ko'rsatdilar. Shukr, shukr, shukr. Hammaga tilayman chiroyli kunlarni. Mu'mina ayollar, halol